Studio namoyish etadi. Bugungi Beruniy tumanimizda xalqimizga xizmat qilishlik maqsadida yana bir ochilayotgan Hazrat erkaklari kiyim do'konining ochilish marosimiga tashrif buyurgan aziz hurmatli mehmonlar, tumanimiz aholisi, bugungi ochilish marosimida sizlarni ko'rib turganimizdan nihoyatda xursandmiz. Xudo xolasa mana tumanimizdagi barcha erkaklarni o'ylagan holda hammaga birdek ma'qul keladigan va xilma-xilligi juda ham ko'p bo'lgan erkaklar kiyim do'koni ochilayotgan ekan. Albatta bu munosabat bilan barchani tabriklaymiz. Xudo xolasa mana shu dargohda hammamiz xursand bo'lib, o'zimizga ma'qul keladigan va albatta xalq orasida bir chiroyli ko'rinishga ega bo'ladigan kiyimlarni xarid qilib xursandchilikda yurishlikni va Hazrat kiyim do'koni ko'p yillar davomida xalqimizga munosib xizmat qilishligini tilab qolamiz. Tadbirkorlarimizni albatta tadbirlarga barokat bersin. Xudo xolasa hamisha har doim mana shunday xursandchiliklarda, yaxshiliklarda yig'ilib didor ko'rishlikni yaratganiga nasib aylasin deymiz. Endi ayni kiyim do'konining ochilish marosimini o'tkazar ekanmiz. So'z navbatini Beruniy tumani Shayx Abbos Vali Jami masjidining imom xatibi Tog'ayev Odilbek akamizga taklif qilamiz. Xudo xolasa ulardan tilak, duo xayrlardan keyin ochamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Allah subhanahu va taala bu do'konimizni Allah xayrli qilsin. Xudoga shukrlar bo'lsinki, butun yurtimizda mana shunday bir xayrli ishlar, ko'p yaxshi amallar bo'lib turibdi. Buning albatta boshida avvalambor mana shu yurtboshimiz o'zi kamarbasta bo'lib, mana shunday bir katta bir majmualar ochilishiga sabab bo'lib, u kishi o'zi bosh bo'lib turibdilar. Alloh taolo mana shu yurtimizdagi bunday makonlarda Allah xayrli qilsin. Mana shu ukamiz Odilbek bir yaxshi niyatda elga, yurtga bir xizmat qilaman yaxshi niyatda buni ochib ekan. Alloh taolo Odilbek xayrli qilsin, barakatli qilsin. Xudoyim elimizda bunday majmualar, bunday bir do'konlar, odamlarga ko'p xizmat qiladigan maskanlar ko'payaversin. Alloh taolo barakatini bersin. Bundan ham ko'p mana shunday bir maskanlar ochilishini nasib etsin. Alloh xayrli qilsin. Rahmat. Azizlar, Xudo xolasa mana tilaklarda, yaxshi niyatlarda davom qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana boshlayotgan xayrli bo'lsin, barakali bo'lsin, elga, yurtga manfaatli bo'lsin. Izi bundan ham yaxshi katta gipermarket, supermarketlarga aylanaversin, o'ng bo'lsin. Va axiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Arkadaşlar, Adilbek oğlum, mana shu
Mol olsun. Lan bereketini versin. Elimizge hizmet kılan bir yaxşı masken bolsun. Daima yaş günde siz bir de uçturacağım elimizde taşıyan hatırlayacağım bizim. Şunda taşkil bargan dukallar, başka neler. Elimizde köpeğirsen, elimizin bereketini köpeğirsin. Rahmat. Bo'lmasa endi aziz, hurmatli tashrif buyurganlar, akalarimiz ochilish marosimi. Oğun bolsun, mübarek bolsun. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Hacı Kemal. Kelinlar hammangizga ichkariga taklif qilamiz. Xudo xolasa shu do'konda sotilib turgan mahsulotlar bilan tanishib chiqsangizlar bo'ladi. Xudoyim ağay tuğallar, yakından, uzaktan kelganlar, Xudoyim bilan dukonlarınız kutlu olsun balam. Xudoyim shunday birine mingni bersin. Xudoyim shunday savdolı olsun, birinin elde olsun. Tebriklayman Xudoyim. Mene Arimay bilan shu Enargulga kutlu olsun. Siz ham söyleyin. Söyleyverin. Ya Rabbim, şu farzandlarim meniki bas Allah'ımdan beraber. Allah'ım şu ömürleri uzak boğay, birbirine mehli boğay. Allah talam yarattan egem şu başlayan işlerini Allah özünün razılığıyla başladı. Elimizge, yurtumuzge bir Xudoyim faydası diyadigan bulsun. Şuradan kelgan adamlar rahmet deb alıp gitsin. Bütün dünyanın sahi boylardan bulsun, zakat, köp zakat veruvchi boylardan bulsun. İki dünyada saadetini versin. Hemmengizge Xudoyim shunday yaxshi kunlar, shunday magazin ochishlar nasib etsin Xudoyim. Hemmengizni yetirsin Allohim. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kiyim xarid qildi va savdosi 500 ming so'm bo'ldi. Hozir lototronni aylantirib, Xudo xolasa uzun sovg'a o'tadi ekan, omadlarni birga sinab ko'ramiz. Chekimiz. Bunimi? Sardar desangiz chiqadi. Aylan. Açıp kamera gösteririz.
Tifal o'tdilar, tifal. Tabriklaymiz. Xudo xolasa yaxshilikda ko'p yillar xizmatingiz bo'lsin. Xudo xolasa siz uchun tifal shu yog'iga ko'p yillar xizmatingiz bo'lsin. Bitta sizniki bo'ldimi? Bizning ham xaridi 500 ming so'm bo'ldi. Endi hozir Alloh taolodan aylantirib omadlarini sanab ko'radi. Bu отдельный bu? Oldu lazım. Serdar, al. Sen buna nelerden işte bir... Xadik chiqsa agar hozir yana xaladingizni qo'yib beraveramiz. Martini. Bunun neresi? Martini. Bunday stakanchik. Xudo xolasa dasturxonimizni ko'rib. Martinisi o'zingizga kiyim olib, yangi mamlakatga tomon bo'lasiz. Fikringiz qalay? Kiyimlarning sifati. Sifatine gel yok. Narxi. Yaxshi rahmat. Yaxshi. Qo'ng bo'lsin. Ularning savdolari mo'l bo'lsin. Barmasiz. Akamiz, navbatdagi mijozimiz Xudo xolasa. Çeke bilen. Ha, cheklari. Aylantiring aka. Yo'ltasiz aka omadini sanab ko'ring. Hadi çıkıp geçse. Tamam. Yap. İkinci kısmı. Sushilka tutdik akamiz. Xudo xolasa yangamiz ham xursand bo'ladigan bo'ldi. Mana ko'rsangiz nima bo'ladi. Sushilka tutdik. Fikringiz qalay aka? Narxi arzonmi? Arzon. Sifatli. Ko'milga yag'atan vajda bormi ekan? Boshqalardan taklif qilasizmi? Mana akamizning savollari. Xudo xolasa yangam ham xursand bo'ladigan bo'ldi. Tabriklaymiz. Kolay ko'tarib ketma. Bizden gayrı mı yekiniz? Aylandırma, karakam aylandırma alırsam olur mu? Hadi bismillah. Bir azıcık çıkmasa kaç aylandırma diye aytamam. Karakam aylandırma. Harakam tifal. Hayırlı gene. Savda etken. Hareket yaman olmasa neydi o? Çayını götürdü. Hareket yakşanan dur işte. Hamid Hacı akamiz çayını götürdü. Lazım oldu. Oğlum niye ne var? Hacı akam bu sizin çayınız. Yeni lazım var. Doydum alırım işte. Hareket rahmete yaman adamsınız. Magazinler kurulması mübarek olsun. Bana şunu hayırlı işlerine, yaxşı günlerine bir kırar. Elimizde, yurtumuzda bir kırar. İşlerine, kasıplarına, mal canlarına Allah barakatlar versin. Allahümme Rabbena hem lana min azvacina ve zürriyetina kurrat a'yun ve cealna limtakine imama. Allahümme salli ve sellem ve barik. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah'tan azvacina versin. Cümle afet külfetten bir saklasın. Şu adı bir ticaretlerinde, savdalarında Allah bereket versin. Uzak yıllar elimizde, yurtumuzda, dinimizde hizmet kılış vaktini bu ülkemizde nasip olsun. Kalbideki öyle bir barcha niyetlerine, tileklerine Allah'ın özü yetkazsin. Xudoyim o'g'il qizlarning baxti yetsin. Hareket, evet. Rahmet.